Aka X-Pen GX ko'rdingizmi? Juda Range Roverga o'xshaydigan mashina ekan. Ha, dizayni juda o'xshash. Juda o'xshash ekan. Mana shu mashinani ag'i-bag'i Xitoydan qanchaga olib kelsa bo'ladi? Xo'p, Rahmatulloh, qarang, hozir men sizga ma'lumotini aytaman. X-Pen GX da eng full pozitsiyasi, ya'ni ultra pozitsiyasi bizda bor. Mashina gibrid bo'ladi, 400 km tokda yuradi, aralash siklda 1500 plus yuradi. Mashina qo'shimcha dop opsiyalarda bizda 22 diskga elektronik paroglari kirib chiqadigani. Hozir qoraga saloni bordoviy rangi bor. Bu mashina juda ham lyuks, juda ham hashamatli. Mana shu bu yil bestseller deydi, juda ham ko'p sotilish kutilayotgan turgan mashinalardan. Sababi narxga nisbatan taqdim qilinayotgan turgan konfiguratsiyalari juda ham baland. 0 dan 100 gacha 4.9 mi? 4.9 sekundda qo'zg'aladi. Juda ham mashina tez, yumshoq, aqlli, pnevma podveskada. Xo'p, bu mashinani $57.800 CIP narxi aytyapmiz. Sal pastroq pozitsiyalari bo'ladigan bo'lsa yoki qo'shimcha dop opsiyalarsiz bo'ladigan bo'lsa, narxi yana ham yengilroq chiqadi. Narx-navoni bemalol solishtirib ko'rishaveradilar, xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydigan chiroyli narxlarda olib kelib beramiz, xudo xolasa.